Assalomu alaykum. Bizda doktorga ishim tushmasin deyiladi, lekin insonmiz. Joni og'rigan odam najot izlab keladi. Uning ko'zlarida faqat bitta savol bo'ladi. Menga yordam bera olasizmi? Shu savolga ha deb javob berish uchun men Rossiya sovuqlarida musofirchilikda yillarimni o'tkazdim. Kunduzi o'qish, kechasi bilan navbatchilik ish oson bo'lmagan, lekin maqsadim bitta edi. Vatanimga, xalqimga kerakli mutaxassis bo'lib qaytish. Hozir tajribam bor, diplomlarim, sertifikatlarim yetarli. Lekin eng muhimi diplom bu vijdon ekan. Mani xonamga kirgan har bir bolakayni o'z farzandimdek, yoshi kattalarni esa o'z ota-onamdek ko'rib tekshiraman. Chunki bilaman, insonning sog'lig'i bu omonat. O'zi shunchaki ekrandagi dog'lar emas, bu kimningdir taqdiri. Men bu mas'uliyatni his qilaman. Men Otabek Uzist Ulmasovman. Agar sizga nafaqat aniq xulosa, balki insoniylik va to'g'ri maslahat kerak bo'lsa, eshigim ochiq. Sahifamda har kuni oilangiz salomatligi uchun kerakli maslahatni berib boraman. Yoningizda ishonchli shifokor bo'lishni xohlasangiz, obuna bo'ling va yaqin odamlaringizga ham yuboring.